Yoshingiz nechida qizim? 92. Xudo baxtini bersin. Xo'sh, o'ng chap miya, o'rta miya, arqa miya toza. Tushuntiradimi? Bosh miya, ko'z egali miya. Shunday shu sistemada bor, ko'ziga berib turibdi, yurakka berib turibdi. Yurak doim nima bilan ishlab turadi? Tushuntiradimi? Endi undan tashqari bu miyalari yaxshi, keyin bo'ynini jiga belida ham bor jiga. Bellar keyin to'g'rilab qo'yinaveradi. Xo'sh. Asosiysi mana bosh miyani ko'zga, yurakka berishdi. Yurakka berish bu chap qo'llari, chap tomondan og'riqlar ham bo'lib turadi. Shikoyatingiz? Keyin bu gap bir yerda chinalib turaveradi. Yana shuni aytmoqchi edim. Qizimizdagi holat ona qorni shikasti deymiz biz buni. Tushuntiradimi? Ya'ni ona qorni shikasti tug'ma emasda bu, tug'ma deyilmaydi. Tug'ma deb turib bitta qo'li yo'q tug'ilsa, o'pkasi yo'q, biror joyi yo'q tug'ilsa tug'ma bo'ladi. Bu ona qorni shikasti homiladorlikda olingan zahar, ukol, dori, nimanidir qattiq ta'sir ko'rsatib qo'yishligining evaziga oladi shunaqa holat. Xo'sh, jarayon og'ir o'tadi. To'g'ri yurakka beryapti, infarkt xavfi, o'lim hayotda o'tilinadi. Astodil harakat qilaman desa, shifo Alloh taoloning qo'lida. Qiladigan amallari 1000 dars muolajasi qilingani ham ma'qul bo'ladi. Endi bu qiz eplanmasa kasadeni ichaveradi 3 mahal. Ha. 300 grammligi bittadan osh qoshiqda 3 mahal ichadi. Xom hamdomisidan 11 tadan 3 mahal chaqadi. Tushuntiradimi? Xo'sh, qolganlarini sekin aytaveramiz. Belga ham asalda kesqurun yotishda surtib turadi. Xolos 21 kunda 3 mahal 1,5 oydan dam oladi. Shu. Alhamdulillah, qizimizdagi holatlar. Bosh miya toza, o'rta miya toza. Xo'sh, o'ng chap miya, arqa miyalar toza. Tushuntiradimi? Sistemalar, biyalar toza. Qosh bu tomonga berishli, bular toza. Qosh insonning asosiy hisoblanadi-da. Buyoqda tinkalari toza, ichki sistemalari hammasi toza. Ko'zlar mana tiniq. Xo'sh, gapiring. Biz shu Xorazm, Urgan shahardamiz. Mana men medikman. Mana kollejni bitirgan yili uyqusiz kasallar yo'q. Ko'zini zireenasam past. Mana shu yerga kelib 15 kunda ochkinam tashadi. Mana psixolog, pediatr, professor hammasiga ko'rsatganman. Toshkentdan qamadi, boshqa hamma yerni ko'rsatdim ish qilib. 2008dan beri yo'ldamiz biz. Allohga shukr, shu yerdan shifo topdik. Hozir yana uyqular ham yaxshi. Buni diagnozi shizofreniya birinchi guruh nogiron. Mana hozir yaxshi holatlari, uyqusi ham yaxshi, ko'zlari ham yaxshi ko'ryapti. 15 kunda ochkin tashadi. Kelgan kundan u uxlab boshladi. Hozir obeddan uxlaydi, kechqurun ham uxlaydi, uyqular ham yaxshi, o'zining gap so'zlari ham tiniq. Hamma yeri yaxshi, Xudoga shukr, Allohga shukr. O'zimdan saxirim bor edi, davlen ham bor edi, yurak sekib urardi. Allohga shukr, o'zim ham yaxshiman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bizga yana qo'shimcha qilamiz. Bu qizimiz qanaqasiz qizim? Alhamdulillah, yaxshimi? Bu mana hozir uyalib turibdi. Bitta oilani boshqaradigan darajada bo'ldi, Xudo xolasa. Tushuntiradimi? Biz qo'ygan tashxis holatlariga qiyomat kuni ham javob beriladi-da. Alhamdulillah, bu yerdagi holatlar hammasi tugadi, jarayonlarda o'tib bo'ldi. Alloh baxtini bersin. Bemalol bitta xonadonda boshqarib beradi. Yaxshi, Xudo baxtini bersin. Shu bilan Xudo xolasa inshaalloh Alloh shifo bersin, kamolini bersin, taqdirotlarini. Rahmat Xudoyim. Dunyo turguncha durg'aysiz Xudoyim. Alloh taologa. Hamma oliy hayotda joriy qilsin. Ham tavhid ahllaridan qilsin. Prezident boshliqlarimiz, biz u ahli ayol qo'l ostidagilarimiz hammamiz qiyomat kuni billalashib jannatga haydaladiganlar safida bo'laylik.
Chunki jannat tavhid ahllari uchun, qolgan ahllarga harom qilingan. Allohim hammamizni ham haqda sobit qilsin. Ibodatli, itoatli qilsin. Rizqlarni ham keng bo'l, barakotli qilsin. Nurini, rahmatini, barakotini yog'dirsin. Allohim bu qizimiz ham baxtli, taxtli hayot kechirib, Alloh yo'lida xizmat o'tishni nasib etsin. Ulug' aziz bandalaringdan qilgin, Parvardigor olam jannat hamda jamoling bilan siylasin. Doim ishlaringizni ilgari qilsin. Doim yo'llarda Allohning o'zi ochiq qilsin, hafzi himoyasida saqlasin. Va qur robbi g'afir varhamna anta xoyrur rohimin rahmatika ya arhamar rohimin. Alloh saqlasin. Yaxshi rahmat. Yaxshi. Meni qizim mana 15 kunda ochkilarini yechdi. Qancha professorlar olib qarganman. 400 ming so'm to'lab girganimizda masalan jinkashlarga olib qo'yganman. Kuni 500 ming so'mdan 20 kun gullab o'qitganman. Qamchilarni yedi, nimalarni qildilar, ish qilib yura olmaydigan bo'lib qoldik. Mana Allohga shukr. Hozir yaxshi qizim. 2008'da Ömer'in kasalligi uchun kurashar edim. Mana shu yerga kelib shifo topdim ish qilib. Men o'zim ham medikman. Shundan pensiyaga chiqib qo'yibman. Shu yerda bor ekan shifo. Vojib sunnatda shifo bor ekan. Allohga shukr. Rahmat.